Hammaga salom do'stlar. Sizningcha nima issiqroq? Yadroviy portlashmi yoki quyosh? Vulqon otilishdagi lava issiqroqmi yoki oddiy gugurt? Nima uchun qora tuynuklar dunyodagi eng sovuq jismlar sifatida ko'riladi? Bugun biz shu savollarga javob beramiz va yo'l-yo'lakay dunyodagi eng issiq jismlar to'pi bilan tanishamiz. Dastlab dunyodagi eng sovuq jism haqida gapirsak, bu qora tuynuk. Aql darajasi baland odamlar shu joyida aytishadi. Qanaqasiga qora tuynuk sovuq bo'lishi mumkin? Axir bu koinotdagi eng katta energiyaga ega jism-ku va bu fikr o'rinli. Chindan ham qora tuynuklar bu hozirgacha insoniyatga ma'lum bo'lgan eng katta energiyaga ega bo'lgan fazoviy jismlardir. Quyoshdan milliard martalab kuchliroq tortish kuchiga ega jism. Ammo biz harorat deganda ko'pincha jismning ichidagi energiyani emas, yon atrofga tarqatuvchi nurlanishini nazarda tutamiz. 1800-yilda nemis olimi William Herschel barcha jismlar ko'zga ko'rinmas nur tarqatishini aniqlagan. Biz bu nurni infraqizil nur deymiz. Inson ko'zi bu nurni ko'ra olmaydi. Ammo menimcha hammangiz filmlarda tungi ko'rish uskunalarini ko'rgansiz. Ha, odamlar ham aslida nur taratadi. Shunchaki bu nurni inson ko'zi bilan ko'rib bo'lmaydi. Demak, jism qancha ko'p infraqizil nur taratsa, u shuncha issiq bo'ladi. Qora tuynukning dahshatli tortishish kuchi sababli undan hech qanday infraqizil nur chiqa olmaydi. Shu sababli uning ichida harorat quyoshdagidan issiqroq bo'lsa-da, tashqaridan qaralganda u eng sovuq jism va uning harorati -273 gradus Selsiy. Bundan sovuqroq hech nima bo'lmaydi. Keyingi o'rinda esa Pluton sayyorasi. Aslida 2006-yildan beri Pluton sayyora deb hisoblanmaydi. Nima bo'lganda ham Pluton Quyoshdan 6 milliard kilometr uzoqda va shu sababli undagi harorat -233 gradus Selsiygacha yetishi mumkin. Koinotda albatta bunaqa sovuq sayyoralar ko'p. Yerdachi? Yerda eng sovuq joy bu albatta Antarktida. 2010-yilda bu qit'ada -93 gradus Selsiy harorat kuzatilgan. Bu shubhasiz yer yuzidagi eng sovuq joy. Hech qanday muzlatkich Antarktidadagi haroratni hosil qila olmaydi. Biz doim ishlatadigan muzlatkichlar nari borsa, -30 gradus Selsiygacha borishi mumkin. Hozirgina muzlatkichdan olingan muzqaymoq esa odatda -10 gradus Selsiy bo'ladi. Mana 0 gradus Selsiyga ham yetib keldik. Eriyotgan qor aynan shunday haroratda bo'ladi. Telefoningiz qizib ketganida u qanday haroratda bo'lishini bilasizmi? Odatda smartfonlar 35 gradus Selsiygacha qizib ketishi mumkin. Ammo agar batareyada muammo bo'lsa, telefon bemalol 40-45 gradusgacha yetishi mumkin. Bu esa inson tanasi haroratidan ham yuqoriroq. Yoz faslida O'zbekistondagi harorat ham 40-45 gradus atrofida bo'ladi. Mana endi rostakamiga issiq jismlarga keldik. Keyingi jism bu dazmol. Odatda biz ishlatadigan dazmol 180-200 gradus Selsiyda ishlaydi. Ammo ba'zi maxsus dazmollar 500 gradusdan oshishi ham mumkin. Bunda dazmol Quyoshga eng yaqin bo'lgan Merkuriyadagi havo haroratidan ham issiqroq bo'ladi. Merkuriyda havo harorati o'rtacha 400-450 gradus va bu qo'rg'oshinning erish haroratidan ham yuqoriroq. Merkuriy Quyoshga eng yaqin sayyora, ammo eng issiq sayyora emas. Chunki Merkuriyning atmosferasi, ya'ni havo qatlami o'ta siyrak. Deyarli havo yo'q desa ham bo'ladi. Shu sababli Quyosh tizimidagi eng issiq havo harorati Merkuriyga emas, Veneraga tegishli va 465 gradus Selsiyni tashkil qiladi. Lava nima ekanligini ko'pchiligimiz bilamiz. Bu o'ta yuqori haroratdagi erigan minerallar aralashmasi. Oddiy aytganda erigan tosh. Lavaning dahshatli vayronkorligiga qaramay, undagi haroratni oddiy gugurt cho'pidagi harorat bilan solishtirish mumkin. Shunday bo'lishi mumkinmi? Mumkin ekan. Yonayotgan gugurtning harorati 700 gradus Selsiy atrofida. Lava esa o'z tarkibiga qarab bir qancha turlarga bo'linadi. Riolitik lava 650-700 gradus. Eng qaynoq bazaltik lava esa 1000
1200 gradusgacha yetishi mumkin. Shu joyda hayron bo'lishingiz mumkin. Oddiy gugurt va lava harorati shunchalik yaqinmi? Do'stlar, harorat hamma narsani ham hal qilmaydi. Gugurt cho'pini barmog'imiz bilan o'chirishimiz mumkin. Chunki yonayotgan gugurt o'sha 700 gradus Selsiyni darrov uzatib bera olmaydi. Lavadan farqli o'laroq. Shunday ekan harorat va energiya aslida bir narsa emas. Masalan, gaz plitasidagi alanga harorati 2000 gradus Selsiygacha yetishi mumkin. Ya'ni lavadan deyarli 2 barobar issiqroq. Ammo lava kattaroq energiyaga ega. Buni sezish qiyin emas menimcha. Axir lava butun boshli shaharlarni vayron qila oladi. Bunaqa katta energiyani u yer markazidan olgan. Ulkan bosimga ega yer yadrosi 6000 gradus Selsiy haroratga ega. Bunday harorat bilan sayyoramiz yuragi bemalol quyosh sirtidagi harorat bilan raqobatlasha oladi. Ma'lum bo'lishicha, quyosh sirtidagi harorat 5500 gradus ekan. To'g'risi men oftobjondan ancha kattaroq haroratni kutgandim. Ammo aslida bu quyoshning yuzasidagi harorat xolos. Uning markazidagi harorat esa ancha issiqroq. 15 million gradus Selsiy. Ammo aslida odamlar bundan-da yuqori haroratni hosil qilish yo'lini topishgan. Bir 1945-yilda Robert Oppenheimer insoniyatning eng dahshatli va vayronkor qurollaridan birini yaratgan yadroviy bomba. Portlash paytida harorat 100 million gradusgacha yetishi mumkin. Quyosh markazidagi haroratdan 7 marta issiqroq. Portlash to'lqini o'z yo'lidagi hamma narsani kulga aylantiradi va o'zidan keyin faqatgina tekis radioaktiv maydonni qoldiradi. Chindan ham juda qo'rqinchli qurol. Shu tarzda 20-asrda insoniyat tomonidan yaratilgan qurol harorati bo'yicha Quyoshni ortda qoldirdi. Aytishingiz mumkin, Quyosh doimiy issiq. Yadroviy bomba esa faqat portlash paytida 1 soniyadan ham kamroq vaqtga Quyoshdan issiqroq bo'ladi xolos. Ammo 1942-yilda italiyalik olim Enrico Fermi uzoq vaqt yuqori haroratda ishlovchi boshqa uskunani ham yasagan. Bu yadroviy reaktor. Uning ishlash jarayoni xuddi yadroviy portlashga o'xshaydi, ammo ancha sekinroq va nazorat qilsa bo'ladigan jarayon. Reaktordagi harorat esa 150 million gradusga ham yetishi mumkin. Ya'ni avval aytilgan yadroviy portlashdan ham yuqoriroq harorat. Reaktor yordamida juda katta miqdorda elektr energiyasini hosil qilish mumkin va atom elektr stansiyalarida reaktorlar insoniyatga juda katta foyda keltirishmoqda. Ammo bu juda xavfli jarayon. Salgina xatoga yo'l qo'yilsa reaktor portlashi va juda yomon oqibatlarga olib kelishi mumkin. 1986-yilgi Chernobil fojiasi haqida eshitgan bo'lsangiz kerak. O'sha hududda haligacha radiatsiya darajasi o'ta yuqori. Nima bo'lganda ham biz bugungi ro'yxatdagi eng issiq jismlarga yaqinlashyapmiz. Navbatdagi o'rinda supernova. Hech bir yulduz abadiy emas. Hamma yulduzlar ham bir kun kelib portlaydi va mana shu portlash supernova deb ataladi. Yulduzning so'nggi soatlarida uning bor energiyasi bitta nuqtada siqiladi va oxir oqibatda portlaydi. Bu portlashdagi harorat 100 milliard gradus bo'ladi. Yadroviy bomba 100 million gradus, supernova esa 100 milliard gradus. Biroq yanada kattaroq masshtabdagi portlash ham bor va u bugungi ro'yxatimizda birinchi o'rinda. Bu hozirgacha insoniyatga ma'lum portlashlar orasida eng kattasi va biz uni oddiygina qilib katta portlash deb ataymiz. Albatta, katta portlash nazariyasi 100% aniq emas. Aslida bu portlash chindan ham sodir bo'lganmi, yo'qmi, hali noma'lum. Ammo ko'plab dalillar aynan shunga ishora qilmoqda va ko'plab olimlar bu teoriyani to'g'ri deb hisoblashadi. Ushbu teoriyaga ko'ra koinotning yaralishi aynan mana shu katta portlashdan boshlangan. Ammo ochig'i buni tasavvur qilish ham juda qiyin. Qolaversa bugungi video bu haqida emas. Shunday ekan hozir bizga bu portlashdagi harorat muhim xolos. Olimlarning hisob-kitoblariga ko'ra bu harorat 4 trillion gradus Selsiygacha borishi mumkin ekan. Bunday haroratda esa molekulalar ham, atomlar ham va hattoki proton va elektron kabi zarralar parchalanib ketadi. Bu haroratda faqatgina kvark gluon plazmasi bo'lgan.
Meni eng hayratga soladiyani esa mana shu kvargulon plazmasini odamlar laboratoriya sharoitida ham hosil qilib ko'rishgan. Shvetsariyadagi CERN laboratoriyasi elementar zarralar fizikasi bo'yicha yer yuzidagi eng katta laboratoriya hisoblanadi. Ulkan Hadron Collider'da 2000-yilda olimlar yirik yadrolarni to'qnashtirish orqali qisqa vaqtga kvargulon plazmasini hosil qilishgan. Ya'ni bundan 25 yil oldin olimlar koinotning yaralish vaqtidagi haroratni oddiy kollayderda hosil qilishgan. Undan ham oldin 1995-yilda Amerikada Bose-Einstein kondensati yaratildi. Bu modda dunyodagi eng sovuq haroratga ega modda hisoblanadi va uning harorati boya aytilgan qora tuynuk bilan deyarli teng. Bu juda g'aroyib. Odamlar hozirdanoq koinotdagi eng sovuq va eng issiq temperaturalarni sun'iy yo'l bilan hosil qilishni o'rganishgan. Bu esa insonlar uchun hech qanday chegara yo'qligini ko'rsatadi. Go'yoki koinotning o'zi bizga yordamlashayotgandek, uni o'rganishimiz uchun imkoniyat yaratib berayotgandek tuyuladi. Insoniyatning bunchalik katta potensiali meni doim qoyil qoldirgan. Axir Doktor Strange aytganidek, odam tasodifiy mayda zarralar yig'indisi xolos. Biz barchamiz adoqsiz koinotda g'imirlab yashovchi mayda zarralarmiz. Chindan ham odam bu tasodifiy zarralar yig'indisi. Ammo balki bu tasodif emasdir. O'ylab ko'ring, bor yo'g'i 2000 yil oldin odamlar yerni tekis deb o'ylashgan. Hozir esa biz koinotning yaralishini o'rganyapmiz. Yana 1000 yildan keyin qanday yutuqlarga erishishimizni tasavvur qila olmayman. Aytmoqchimanki, inson tafakkuri bu haqiqiy mo'jiza. U shunchaki tasodifan paydo bo'lgani unchalik ishonarli emas. Balki buni kimdir xohlagandir. Balki kimdir bunga imkon yaratib bergandir va balki hattoki butun koinot ham aynan inson paydo bo'lishi uchun yaratilgandir. Yoki men shunchaki oshirib yuboryapman. Bu videodan esa siz tabiatdagi eng qaynoq va eng sovuq jismlar haqida bilib oldingiz. Videoni tomosha qilganingiz uchun rahmat. Uchrashguncha, xayr.